Bizniki ahvolimiz mushuq. Belki kelganlar keladi, kelmaganlar kelmaydi. Endi bu Muhammad Yusuf inimizga bu yoq o'zinglarga ma'lum 2000 so'roq javob degan kitobni nim qilgan. Onunki Muhammad alayhisalomningki umr bayon tarjim qilgan. Onundan keyin yana jiq yozgan, o'zi o'qigan olimlik mush diniy tarafdan nihoyatda kuchli odamlarning biri bo'ldi. Bu odamni tinshash har birimizga bir armanda o'z vaqtida Umar Ajim batdi. Umar Ajimni qana. Umar Ajimning mushkam etib qo'ygan degan gaplarni mening xel tutib olgan yerlarim bor. Nihoyat hozir shu gaplari kerak bo'lyotdi. Shuning uchun bu hayotdan ilgandikan hozir bola bilan bolaning tarbiyasi qanday bo'lish kerak degan ma'noda so'z qilib birman deyotdi. Shuning uchun diqqat qilib tingshaylik. Qani Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hürmetli cemaat, sizler bilan yuz ko'rishib o'tirish men uchun nihoyatda xo'shallik va baxt, ya'ni yaxshi bir fursat bu. Endi shu fursatda shu dunyoda bizning eng qimmatli narsamiz bola, farzand ekan-ku. Hammadan farzandim deydi ekan hamda. Farzand orqali arzu armonlarini amalga oshirdi ekan. Farzand orqali nom nishonini qoldirdi. Dunyoda eng muhim, eng cho'ng boylik farzand hamda. Endi farzand Alloh taoloning bizga berilgan ne'mat hamda. Ne'mat degan Allohning bizga berilganlarning hammasi ne'mat tabatida. Shu ne'matning ichida pul mol bor, tan saqligi bor, hamma narsa shunda bor. Uning ichida hammadan katta cho'ng bo'g'ini farzand ne'mati hamda. Alloh bizga berdi uni. Bir tarafdan bizga ne'mat, bir tarafdan omonat hamda. So'raydi uni, qanday qilding, men berdim sana. Keyin buni qanday qilding, men degan bo'yicha buni cho'ng qilib yaxshi bir odam qildingmi yoki tashlati o'zi bo'lgancha tashlatdingmi deb so'raydi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda bizni bir ogohlantirgan, bir xushxabar, xush bishorat bergan bir oyatda. Bir oyatda bunda deydi: "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naran" deydi. Sizlar o'zinglarni va ahlinglarni, farzandlaringlarni do'zax o'tidan saqlanglar deydi. Do'zax o'tidan saqlanglar degani to'g'ri yo'lda men ko'rsatgan bo'yicha ma'sum ayna tarbiyalash orqali do'zax o'tidan saqlanglar. Endi yana bir oyatda "Vallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi-imanin alhaqna bihim zurriyatuhum" deydi. Iymon etgan yaxshi amallarni qilganlarni shu uning avlodlarini, bolalarini ashliga o'xshash, umashda iymon etib yaxshi bo'lsa, jannatda ashliq bilan qo'shimiz deydi. Masalan, sizlarning martabangni Allohning dargohida yuqori, yaxshi bo'lsa, masalan, qiyomat kuni farzandlaringiz sizlarga o'xshash iymon etgan, yaxshi amal qilgan kishilar bo'lsa, sizning martabangiz garchi ancha yetmaydigan bo'lsa, lekin bir yerga akib qo'ydi deydi, bir yerda bo'lsin deb. Demak, shafqati Allohning. Endi bu yerda bizden talep kılıngan haqiqiy ma'nodagi musulmon bo'lish. Endi nurg'un odam bor, tug'ilgandan tortib etini musulmon deydi. Men musulmon deb qo'ydi hatto. Musulmon deganini bilmaydi. Men musulmon deb qo'ydi. Musulmonchilik hech qanday xabari yo'q. Ashunday odamning bor. Masalan, xristian dunyosida hammasi men xristian deydi. Xristianlik bilan hech munosabat yo'q. Hiç münasebet yok. Haftada bir gün şambi günlükte demek ki kinesini verip koydu ya ki bağmaydı. Bizden Müslüman nurgun adamlar mesela bir cuma günlükte verip koydu bağmaydı nurgun adammış ama. Yani bir yerde bunda Müslümanlık emez bizge Allah'a itaat kıldıgan, Allah buyurgan 5 vakit namazını cayda okuyduğun, Ramazan'ın vakti tutduğun, yıllık kelgen zakatını verdiğin, ömür bir katımı hac kıldıgan, Kur'an okuyduğun, Kur'an'a amel kıldıgan ve ballarını İslam yolunda terbiyeleydiğin bütün hayatı ibadet içinde boğan. Bir yerde ibadet dediğimiz namaz okuş, ro'za tutish bundaqini emas. Allohga itoat qilish, Alloh yaxshi ko'radigan va Alloh rozi bo'ladigan ishning hammasi ibodat. Ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan va Alloh rozi bo'ladigan har qanday ish ibodat. Namoz o'qigandek, ro'za tutgandek ibodat. Masalan, biz o'zimiz bilmay nurg'un yaxshi ibodatlarni qilyapmiz masalan. Masalan, yaxshi bolalarimizga yaxshi qarash, ota-onaga yaxshi muomala qilish, ayollar bir-birini hurmatlash, oilaning inoqligini saqlash, jamoatchilikning tartibini saqlash, jamoat bir-birini hurmatlash deganga o'xshash nurg'un ishlarda Alloh roziligi uchun bo'lganligi uchun bunda ibodatning savobi bor. Ibodat ichida, ya'ni mu'minlar umuman ibodat. Alloh taolo bizni istaydiki, haqiqiy musulmon bo'lishni deydi. Haqiqiy musulmon degan qanday desa, qalbi Allohga bog'langan, qalbi Allohga bog'langan, Alloh bilan birga bo'lgan qalbi. Ve vatanını suyduğun, tug'ilgan yerini suyduğun, vatanını suyduğun, xalqini suyduğun, o'zi yashayotgan yerga vafo qildigan ve o'ziga xo'ja bo'ldigan, boshqalarga ve o'ziga manfaat yetkazadigan bundaq kishini
Qur'on Karimda solih deydi. Solih degan shu boshqalarga manfaatli bo'lgan, o'ziga manfaatli bo'lgan va Allohga iymoni bo'lgan yaxshi odam, yaxshilikqa boshlaydigan, yomonlikqa to'sadigan odam, shuni solih deymiz. Masalan, bizningki farzandimizni haqiqiy ma'noda shunday bir haqiqiy musulmon qilganligimiz, uni eng usta doktor qilgandan, eng katta muhandis qilgandan, eng cho'ng sotchi qilgandan, eng cho'ng ekonomist qilgandan va nihoyatda bak jiq boylik qolib ketganda uni bak boy qilayotgandan men haqiqiy ma'noda musulmon qilganimiz hammadan afzal. Nimishqa desa, haqiqiy ma'noda musulmon bo'lmasa, shu muhandislik bo'lsin, injenerlik bo'lsin, doktorlik bo'lsin, boylik bo'lsin, hammasini xato yo'lga ishlatdi u. Xato yo'lga ishlatib o'zini halok qildi. Haqiqiy ma'noda mu'min musulmon bo'lsa, qulda hech nima bo'lmasa-mu, bu musulmon degan, shu dunyoning jannatiga kirdi. Shunga Qur'on Karimdagi "Velemen xafa maqam robbih jannatan" deb Sura Rahmonda bir oyat bor. Allohdan qo'rqgan yaxshi odamlarga ikki jannat bor deydi. Ba'zi mufassirlar bir jannat shu dunyoda qalbi huzur, xotirjamlik, ishonch va mehr muhabbat, saodat, baxt bilan to'shidi. Mu'min bo'lgan, iymoni bor odamning. Bu shu dunyoga kelgan jannatdan. İkincisi ahiretde Allah Teala ahirette bir tane cennet deydi. Cennet yani. Şu an bizde bir cennette hakiki manadagi Müslüman doktor, Müslüman injener, Müslüman advokat, Müslüman ekonomist, Müslüman bay, Müslüman dehqon, Müslüman işçi, hammasi hakiki manada Müslüman bo'lgan bo'lsa, bu jamiyatga shunda barakatli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonidagidek, hech bo'lmasa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamoniga yaqin tabiinlarning zamonidagidek islomning oltin davrida shunda baxtli bo'ldi hamda. Şu an bola tarbiyasi har qanday bir ishdan qiyin, ama bola tarbiyasi bizga shu dunyoda va oxiratda naf savob elib keladigan ashunday bir yaxshi bir nima ekandir. Endi bola tarbiyasida bu yerda 4 turlik majburiyat bor ekan islom, 4 turlik majburiyat. Birinchi, bolalarni e'tiqod jihatdan tarbiyalash. E'tiqod jihatdan tarbiyalash deganimiz Allohga kichigini tortib bog'lash. Masalan, bolani 0 yoshdan 6 yoshgacha bek muhimda Allohga bog'lash. Bizning qilgan ibodatlarimiz, qilgan duolarimiz, Qur'on o'qiganimiz, yaxshi gaplarimiz, yaxshi suhbatlarimiz, kishilar qilgan yordamlar, butun yaxshi ishlarimizni hammasini bolalar kameraga ep turibdi, chik ep turdi hammasini. Dadasini do'raydi. Agar aksichi qilsaqmi, uni aksichi qilsaqmi, askilikni ep turibdi hamda. Hech qanday odam bolalarninki mingizda aqlida bir askilikni qabulini xohlamaydi, yaxshilikni qilishni xohlaydi. Shu birinchi bolani tarbiyalamoqchi bo'lgandan o'zingni tarbiyalash kerak. O'zing birinchi bo'lish kerak. O'zingni tarbiyalagandan o'zing bolani uni qil, buni qilish dish ketmaydi. Bola avtomatik seni do'raydi. Seni nima bo'lsa shuni al. Kofisi, ataning kofisini oladan bo'ldi. E'tiqodiy jihatni tarbiyalash. Bu e'tiqodiy jihatni tarbiyalashda 6 iymoniz. Allohga iymon etish, Alloh taolaning bor ekanligiga, hech qanday shirk yo'q ekanligiga, Allohning hammani yaratuvchi ekanligiga, Alloh taolaga ibodat qilish, qulchilik qilish hammamizning gardimiz, burchimiz ekanligiga, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning elchisi, haq payg'ambari bizga dinni to'g'ri yetkazganligiga, uning Alloh taolaning kitoblariga, masalan, Tavrat, Injil, Zabur, Qur'on Karimga o'xshash. Shu Tavrat, Injil, Zabur, Qur'on hammasi Allohdan tushgan. Biroq Qur'on Karim kelgandan keyin qolgan kitoblar amaldan qolgan. Shu Qur'on Karimga amal qilinadi, boshqasi amal qilinmaydi. Undan keyin Alloh taolaning farishlarining barligiga bizning balo xatardan kecha kunduzni balo xatardan saqlab turadigan, yaxshi amallarimizni, yomon amallarimizni yezib turadigan va bizningki kontrol qilib turadigan farishtalarning barligiga, qiyomatning cho'qim bo'ldiganligiga, yaxshilik, yomonlik Alloh taolaning taqdiri bilan bo'ldiganligiga mana 6 iymon. Bu iymonni singdirib bo'lgandan keyin bolalarga shunday o'rgatish kerakki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deganki, "I'lam annal umma law ijtama'at ala an yanfa'uka ma yanfa'uka illa bi shay'in qad kataballohu lak. ولو اجتمعوا على أن يضرك ما يضرك بشيء إلا ما قد كتب الله لك." Bunda deydi. Sen bilgin ki bütün insanlar birleşip, bütün dünyadaki birkaç milyar insan birleşip sana ziyan yetkizmekçi olsa, o fakat Allah takdir kılganlığını yetkizdi. Allah ruhsat kılmasa yetkizemeydi. Endi bütün insaniyet birleşip sana bir menfaat yetkizmek, sana bir payda yetkizmekçi olsa, Allah sana bu fakat Allah takdir kılganlığını yetkizerleydi. Allah eğer ruhsat kılmasa yetkizemeydi onu. Allah'ın izni bilen bulur. Anda o kadar bir müminin kalbini muşu olsa, demek Allah'tan başka hiç kimden korkmaydı. Mesela Allah'a boğan iman bizni nurgun korkunçlardan saklaydı.
nurg'un rozi qilishlardan bizni qisqartirdi. Bu nima degan gap? Bizni qo'rqib inson degan masalan zolimdan qo'rqidi, kasallik qilishdan qo'rqidi, o'g'ri yolg'ondan qo'rqidi, xatarga uchrashdan qo'rqidi, ba'zidan qorong'udan qo'rqidi. Nurg'un qo'rqish nima? Qo'rqish, nurg'un qo'rqidi insonlar. Lekin Allah Taaladan qo'rqish, Allah Taalaninki oldida xatolik ishlab qilib, Allohning g'azabiga uchrab qilish va ne'matidan mahrum qilishdan andishisi bilan Allohdan qo'rqqan odam bütün qo'rqishlarni hammani yig'ib, bir Allohdan qo'rqsam, boshqa qo'rqishning hammasini yengib ketadi. Nimishqa desa, Qur'on Karimda bir oyat bor. Kimki shu Allohga taqvolik qilsa, Allohdan qo'rqsa, Alloh taolo uni bütün qiyinchiliklaridan chiqish yo'l beradi va uningga o'ylamag'an yerdan rizq beradi. Rizq degan biz yemak, ichmak, pul molg'in emas. Rizq degan birinchisi hidoyat, iymon, to'g'ri yo'l, ilm, hikmat, tan salomatlikka degan nurg'un Alloh taoloning berilganining hammasi rizq hisoblanadi. Iymon shunday kichigidan tortib bolaninki nimasida masalan kallasiga ashuna singdirayotgandan bu iymon mustahkam bo'lgandan keyin maktabga borgandan keyin maktabga berib qanday maktabga borsin, yo yaxshi maktabga borsin yoki tarbiyasi nachar maktabga borsin, lekin ota-onasi uyda bergan narsa mahkam ayda turdi, ozdirayotmaydi. Agar oilamizda hech kimni o'rgatmay, maktab degan o'rgatadi desak, maktab degan binasi, maktab degan bizga iymon bermaydi, axloq bermaydi, adab bermaydi, uy beradi, uy. Aile hem en birinci mektep. Aile en birinci, en hal qilg'uvchi mektep. Ailede yaxshi tarbiyalamagan balani mektep muallimi tarbiyalamaydi. Ota-onasi tarbiyalamagan balani mektep tarbiyalamaydi. Ama ota-onasi yaxshi tarbiyalagan balani muallimi buzib Yani bunda da şu aile şunda bak muhim hem bu işte. Birinci itiqadi jihatni ayda tarbiyalash. İkinci hem de razı qilishlar bir yerga qisqardi dedik-a. Masalan, Alloh taolaning razı qilay. Bütün işte Allah razı olgan işni qilay, xalq nima deb qolsin, boshqa nima deb qolsin deb faqat Allah razılığını ko'zlasang, sen Allah seni qabul qilgan ekan, seni bütün insonlarning qalbiga seni qabul qilgan bir narsani berdi. İnsanlar seni qabul qiladi. Bir hadis var. Allah bir odamni yaxshi ko'rsa, farishtalarga Jibrilga deydi. Sen farishtalarga aytqin, men falonni yaxshi ko'rdim, e'lon qilsin deydi. Osmonda farishtalar e'lon qilgan, Allah falonni yaxshi ko'rdi, yaxshi ko'ringlar deb. O farishtalar yer yuziga tushib, insonlarning qalbiga Allah falonni yaxshi ko'rdi, yaxshi ko'ringlar deb. Ya'ni bu tasvirlashni tushuntirishda hamda ashunda ilhom berdi, yaxshi ko'rdi. Demak, Allohning rozi qilman desang, başka adamni rozi qilmasangmi, Allah o'zi ularni rozi qilib sana mayil qiladi. Bo'lmasa inson degan rozi qilib, masalan, birisi rozi bo'lgan ishni birisi rozi bo'lmaydi, birisi qo'shib bo'lgan ishni birisi qo'shib, insonlarni rozi qilib bo'lmaydi. Insonlarni mamnun qilib qat'iy bo'lmaydi. Shunga faqat Allohni rozi qilsan, shu orqali insonlar sendan mamnun bo'ldi, uni qila olaysan endi. Undan keyin ikkinchi mushu nima? Birinchi e'tiqodiy jihatni tarbiyalash, ikkinchi axloqiy jihatni tarbiyalash. Bu axloqiy jihatni tarbiyalash deganimiz bizning shu yurish turishlarimiz, gap so'zlarimiz ashuni avtomatik vallahi ya to'g'risiga yo xatoga tarbiyalanib mingaverdamdi. Axloqiy jihatni tarbiyalash. Masalan, bir ikki dona uçlarlıkını desek bir hasal herisinden çivinli değil. Hasal herisi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve auha rabbike ilen nahli en ettehizi minel cibale buyutan ve mineşşeleri ve ma ya'rişun dedi. Bir Rabbim hasal herisine vahiy qildi dedi. Ve aşını ilham qildi, hasal herisine ilham qildi. Sen aş tağlardan, daraxtlarning arasından kishilar bilan qo'ygan sanduqlardan o'rin tutgan ve Allah'ın yolda to'g'ri yo'lda mang'an, ziyonli narsa yemay, foydali narsani yegin, yaxshi xushbiroq narsani yegin deb o'rgatdi deydi. O'rgatdi. Amaliyotda bu yerin hasal herisini tadqiq qilgan odam, haqiqat kofir odam tadqiq qilsa, bu hasal herisini tadqiq qilib musulmon bo'lib ketadi. Bu ajoyib bir haqiqatda deb bo'g'ilimi uni alohida bir o'tirishda bugun kechki o'tsam tugamaydi. Hasal heris degan bir mo'jiza. Bu hasal herisi Allah Teala'nın ko'rsatgani bo'yicha Allah Teala payg'ambarlardan boshqa hech qanday bir maxluqqa vahiy qilgan emas. Biri payg'ambarga vahiy qilgan, biri Hasan herisga vahiy qilgan. Hasan herisga vahiy qilgan, gap qilgan, degan o'rgatgan unga. Boshqa hech qanday narsa o'rgatgan emas. Shunga bu Allohning vahiysi bilan manganlik uchun Hasan heris degan qanday bo'lsa eng pokiza, eng yaxshi xushbiroq chechakni yeydi, eng foydali narsani yeydi. Insonlarga hasaldan iborat shifoliq narsani berdi. Endi uning ta'kidlashicha çivin
Bu çivinga da vahiy qilganmi yo'q, ta'lim berganmi yo'q. Bu çivin nerede paskin nasıl olsa, paskin naslarni yeydi, paskin insonlarni paskini qildi, insonlar mikrob düşürdü shunday. Demak, avu hasanlarisi nima uchun? Hasanlarisi Allohning yo'lida manganlik uchun. Mavi çivin Allah'ın yolunda mangmaganlik uchun. İnsanlarmı shunga o'xshat qilmay ikkisiga o'xshat qildi. Allohning yo'lida mangan inson, Allohning yo'lida mangan inson, eg'izdan chiroyli gap chiqadi. Qulidan yordam chiqadi. Mingisdan, aqlidan iymon, hidoyat, to'g'rilik chiqadi. Allohning yo'lida mangan odamning hasal herisga o'xshash u. Ay insonlarning faqat shu go'zallikni ko'rdi, yaxshilikni ko'rdi, insonlarning yomonlik, nachar tarafligi ko'z yumadi. Ya'ni uni ayiblamaydi. Nimishqa? Uni igisiga tashlab qo'ydi. Igisi nima qildi u? Ammo chivin degan qanday? Chivinga o'xshash insonlar u qanday bir ayib bo'lsa, shu insonlarning aybini izlaydigan, insonlarningki shu qusur izlaydigan, kamchilikni izlaydigan, insonlarning yomon tarafini izlaydigan bo'ldi. Bu xuddi chivinga o'xshash. Shunga bizni Alloh taolo hasal heristak bo'ling dedi. Axloq bizga shuni o'rgatdi. Shunda hasal heristak bo'lish kerak endi. Endi bu nimada? Shu axloq masalasida ulga bo'lish naytibak muhim. Masalan biz bir yerde bir xato qilib qolsak, bu xatolik o'tib ketdi degan bilan bu yo bolamizni yo navrimizni bir yerdan chiqdi bu. Xuddi bir xato ziyonli bir narsani yap qolsang, bir oy zira qildi, 2 oy zira qildi, 6 oydagi zira qildi deganga o'xshash masalan. Men O'zbekistonlik bir ayol bor. Tursunay Sodiqova deb 44-yil tug'ilgan ayol. Hozir hayotni bilmayman, bir qancha yilning oldida O'zbekiston televizorida so'zlaydi u ayol. Nurg'un kitoblarni Uyg'urchaga tarjima qilingan bu ayolningki, shu ayol bunda deb so'zlaydi. Bir mahallaninki bir mashchisi varken meşvağı burnu otkalayt diyor. Mişel'den bazen buluşup mümkün bazı öyledi. Meşke otkalayt küçük vaktinde dikilmedi. Şu meşçisi varken bu meşçisi bir günü şu mahallenin nayet takvadar, şunda yaxşı, şunda ülgülük, nayet bir yaxşı kişinin balısı yolda gidip verip şu meşni bir cuvaldırızda, cuvaldırız deyimiz mi o? Ayağını yamayt kaldı, ayağını tiş mi da kıtkan cuvaldırız. Şunu tişvet, bigizde tişvet gitti. Tişvet gitti. Ketkenlik bu adam hayran kaptı da, bu adet palanı, adetki adamın balısı olsun meyli. Bu nayet yaxşı bir adamın imam, salih, yaxşı bir adamın balısı. Kanda bunu tişvet de biz ziyan yetkizde, dep. İmamga berip azık etken. Sizin balınız bu şunda kıldı degandan keyin bu adam hayran qilib biz balalarımızı şunda halal yegizsek, şunda yaxşı terbiyelesek, şunda hamma tarafdan yaxşı xato qilsaga yerimiz yo'q bizning. Haram yegan yerimiz yo'q, kishilarning haqqini yegan yerimiz yo'q. Nimishqa balamiz bunda ulab qoldi deb anasidan so'rayotganda ayoldan so'rasa, "Va hocam siz nimani akib bergan bo'lsangiz shuni edik, haromni akaldingizmi, halalni akaldingizmi, yuzingizni tekshirib, sizning akagingizni yugizdimmi men balaga?" deydi deb shunda o'tirishib akşam bir o'ylab baqayli esimizga kelib qoladi, uxlab qolgan ertasi ayol 10dan charchab o'pib, men bir narsa esimga kelib qoldi deb, nima esimizga keldi desa, mushu bolaga eg'rayoq vaqtimda qo'shnam meni mehmon uzatish birda mehmonlar ketgan, mehmon uzatish birda chaqirdi. Men qo'shniga oldim, mehmon uzatish berdim. Mehmon uzatish birib shu apelsinni tizib qolib ekan, shunda chiroyli apelsin tizib qolibdi. Eg'rayoq olgandan sizga bo'lgandan keyin nayt ko'nglim tatdi. Әмдәлігі көңілі татқан нәрсін емеселігі балығы зейіні var, кәмтікіліп қалды, о айтқан bir gepli var ya, тоғырымы қатамы шында gepli var. Енді оған деген, шында бұлап қамыз, онда мен шында қанда қысам бұла деп тұрсам, o öyünün igisi mimanı uzluq çıkarttı. Ben kaldım. Kelep şahada oturup bu ya beni yandı mı dendi. Yandı mı dendi. Yenmedim hıcırlar. Şunu olan bu şu çiçimde yan ayarlarındaki yağlıkını tutkan da bir yığınız var ya. Yığınını elip ya küçük yığını. Yığınını elip bu şu apelsinden. Şunda tişip bir yutum şurvagan dem depti de. Şuru elip bir dep koymadı mı igisi ki şuru deyim içtim deme. Dep koysa razı olup da mı o? Dep koymadı bırak. Dep qo'ymabdimi deganda o imom debdi. Ha, shu sizning qo'lingizga bir yingna hamda balingizning qo'lida bigiz bo'libdi debdi. Demak, yomon ish yuğunaydi. Yomon ish yuğunaydi. Kichik bir xatolik qo'ydik deymiz, bu ish yuğunab ketadi. Masalan, odatda masalan kichik bir tijoratga bir ishni boshlab qo'ysak, masalan bir 100 yuan bilan boshlab qo'ysak yoki 1000 dollar bilan boshlab qo'ydik deymiz, boshlab 10 ming, 20 ming, 30 ming bo'ladi-ku, ko'paydi shunday, hamma narsa ko'paydi. Bola tug'ilgan bola 500 gram tug'ilgan bo'lsa 500 gram tug'iladi bo'lgan. 500 gram 400 gram tug'ilgan bo'lsa kun eshib cho'ng'iydi. Ma yomon ishmi? Yomon ishmi? Tövbe qilib vaqtida o'ngishayotmasang, cho'ng'iydi. Shunga har qanday kichik gunohlar tövbe qilmay davomlashtirsa cho'ng gunohga aylanib qoldi. Ammo har qanday gunohni
vaqtida tövbe qilib mansang Alloh taolo Tavvobur Rahim, ya'ni mag'firat qilguvchi, kechirguvchi. Shunga bu yerda masala gunoh qilish ayb emas. Hamma odam bizning atımız Adem Aleyhisselam'a hatalışıp Allah'ınki yani kayış uçurgan o günah kılış bu eyip emez. Ama günahını davamlaştırıp tövbe kılmazlık eyip emez. Tövbe kılmazlık eyip de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani muşunluğunda bizge ölgünü gösterkende bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ayalınki üyge bir mihman dep çakırıptı Resulullah'ını. Hem de Resulullah'ın bek yakşı görgeni üydünler, yakşı tamaklarını ese birkaç yuvası dep çakırıpken çakırıp otursa o ayal küçük balısını neye kelgen desek balısı sırttan kirgülmüyorken sana bir nesi vermeye neye kelgen depti de balısını. Digendeken Resulullah siz nim vermekçe depsi. Xomu vereme ya bir nesi vereme depken eğer siz bir nesi vermen dediniz eğer beğenmişsiniz sizin Allah'ın dergahıydı siz yalgancı dep yazılıdır sizge deydi. Balını aldap çakıp koysan. Terbiye yani terbiye de bu kıymet kıraş aşında üretken. Demek kiçikdi var şu nimene biz hamma işin to'g'ri söz, to'g'ri muomala, to'g'ri ish, durustlik aşının ichida cho'ng bo'lsa bala axloqiy jihatdan %100 mükemmel bo'lib chiqadi. Bunun axloqini jamiyatni buzolmaydi, maktabni buzolmaydi. Çünkü fundamenti chin bo'lsa o'rilmaydi-ku endi. Agar fundamenti bek ojiz bo'lsa, lingishib qolgan bo'lsa Mektep kuvasını disipası bir öğrüvatı onu. Şu an biz fundamentimizde kurutkan yer neyken? Öy, mektep emez. Öy kurudu. Öy hem de. Ule. Hem de yana onun için itikadi cihatını terbiyeleştirdik. Ahlak cihatını terbiyeleştirdik. Hem akli cihatını terbiyeleştirdik. Akli cihatını terbiyeleştirmek için ballarınki yemek içmek neyse bek dikkat kılış gerekti. Yemek içmek dikkat kılış 3 türlük neyse var mesela. Biri başkalarının hakkını yapsamazlık. Başkalarının hakkını yapsasan, başkalarının hakkını haram neyse balanın ağzını ötküzüp salsan, bu çoğup balınınki akılsız olup kalışığa, balının helki toğru hatanı ayıramaydıgan galvan olup kalışığa sebep buldu da. Başkalarının hakkı. İkinci, haram deyilgen nerse mesela, çoşku işi deyimiz, yani bir haram diyen nerse. Üçüncüsü, mesela bu gazlık içimlik deyimiz, çipsi deyimiz, insanların ten salametlik ziyarlık nerse. Çokum ziyarlık alır. Gazlık içimlikninki, belki çipsi diyen nerselerinki, onun tehdit koyduğun bir nersini koşuyor. Haram halallıkını bilmeyin, nereden kildi, ajında bir nersini koşuyor. Ajında nerseler, bu balı diyen naydı kıymetli, bizimki üzümün ten salametlik naydı kıymetli nerse. İçimlikte nimi kirudu, nimi kiruvadı, bunu bek bilişimiz gerek, biz naydı kontrol kılışımız gerek. Çet ellerde şu, her kandan nersinin okuydu şu, okuydu. Uluma yalgan etmeydi, rastını yazıdı. Ya onu da ma yok da yazıdı. Bəzənlər yerde aldap yalgan koyuş ihtimal. Şu taladın tamak epbiriş nayt xatarlıkça meyli. O kanda adamın tamak, Uygur'un tamak olsun, Kasım'ın tamak olsun demiş kan. Öyünün tamakı en halal, en pakize, en sınışlık, en lezzetlik öyünün tamakı camdı o. Bu yani şu işlere dikkat edin. Bu akli cihetten ballarının akıllı bulup duruşuna bek var. Mesela his kılımız. Küçük ballarımız hemmeden biliyordu. Küçük ballar bek akıllı küçük vaxtıda. Küçük gün çoğunluğu nimişka düvenleşip kaldı. Hemmeden balısı şunda. Nimişka çünkü yemek içmeklerine dikkat kılmayız. Halal haramga dikkat kılmayız. Terbiyesine dikkat kılmayız. Xudayım şunda bak şunda pakiz bak süttek bergen balını biz bulguvatımız bunu. Qara ya çoğrunu ya bir kanda kılvatımız da bunun kalbini, yüzümüz kılvatımız. Şunu olun bu bala akıllı bulamay kayıp kaldı. Şuna sapsıkını saklaş için halal haramga bek dikkat kılışız gerek. Şu halal haramga dikkat kılganda duayın icabet, ibadetin kubul oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Said ibn Abi Vakkas diyen bir sahabe bir güne Resulullah'a dedi ki ya Resulullah bana bir dua kılgan bolsa benim kanımda açacak dua kılsan duayın icabet tutkan bolsa dedi. Yani Resulullah'a gelip nurgun sahabelerinde dua dilekti. Ben bunda olup geçsem dedi. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh dua kıldı. Allah sana Kur'an'ın tefsirini ügetsin, dinde alim kılsın deyip dua kıldı. Emine şunda bulu demdi. Şunda alim bulu İbn Abbas radıyallahu kişi gelgende bana bir duayım icabet tutkan bulup gitişki bir dua kılgan bolsa Resulullah dese sen yemek içmekin halaldan bolsun duayın icabet bulayver dedi. Şunu dedi. Dua kılmaydı onu deydi. Yemek içmekin halaldan bolsun duayın icabet oldu degendikin bu sahabe şu günden tatına bek dikkat etti. Bunun bir etkisi varken etkin sehip sütünü içitken yıllardır şunun sütünü içitken bir günü karısa bu etkisi başka bir koşunusununki beğiden çıkıvatı etmiş. Çıkıvatkanlıkını şunu karab, bu koşnamның beğeden dinesi yapsağın bolsa,
Bunun sütünü men içsem halal bo'lmaydi deb shu kunda tatib sütünü içmeydi ekan. Shunchalik parhez qilib o'zini shunda tutgan ekan, amaliyot duosi ijobat bo'lganini ko'rdi. Qanday ko'rdi desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot bo'lgan ekan, 2-chi xalifa Umar ibn Xattobning zamonida bu kishini Basra shahriga, Bag'dodningki nima? Iroqning Basra shahriga vali qilib avatdi. Vali qilib avatgandan keyin u yana odamlar naydi fitnaxo odam ekan. Buni ustidan arz qilib, "Voy anda qildi, bunda qildi, yaxshi emas, bu yaxshi boshliq emas, bizni yaxshi boshqaman" deb shu xalifaga arz yozgan. Arz yozgandan keyin tashirayli deb bir jamoat avatdi, bir guruh avatdi, tashirish guruhini avatdi. Komissiya avatdi. Bu komissiya bütün meclislarni o'chog'ida bitimini to'plamoq, meclisga to'playdi onda. Meclislarga berib, Said qanday odam desa, hamma meclisda "Voy bek yaxshi. Haqiqiy taqvodor, shunday yaxshi odam" deyotgan. Hamma mechitda bir masjidga borsa, bir odam o'rnidan turib, "Said yaxshi emas, o'zi urushdan qochdi, kishilarga haqqini bermaydi, adolat qilmaydi" deb nurg'un ayblarni aytgan. Degandan Said o'rnidan turib, "Ey Alloh, qul turib vaqti, ey Alloh, mush odam yolg'ondan menga tuhmat qilib, riyo qilib unda degan bo'lsa, bu odamning umrini uzun qilgin va xar qilayotgan" deb vaqti shuni deydi. Ömrü uzun bo'lsin, xar qilayotgan. Endi ömür deganning uzun bo'lgani yaxshi, biroq 100 yoshdimi bak eshib ketib, hali xarulab ketgandan Alloh taolo kuchugini aziz vaqtida elib ketgani yaxshicha, jiqadam shunday duo qildi. Endi Qur'on Karimda shu ila arzal umr deb nayt ömrninki nayt bak bichor vaqtlarga yetib azadamning yetganligi to'g'risida deydi masalan. Uni bak maqtab ketgan, arzu qilib ketgan gap emas hamda. U odam avvaliyat shunday uzun ömür ko'rgan. Kirpiklarim o'sha ko'zlarini yeb olgan, shunda xarlanib, aqlni ezib, aytgan. Yo'lda manga odamga chaqchaq qilgan, ayollarga chaqchaq qilgan, mehnat qilib ketgan, hammadan la'nat o'qib maqatqanlar, xarlanib, itda xarlanib yotgan. Ya'ni shu bir duosi bilan. Nimishqa shu duosi ijobat bo'ldi? Haloldan yedi, halol Rasululloh degani bo'yicha yemak ichmakni haloldan qildi. Demak, duo ijobat bo'ldi, ham ibodatlar qabul bo'ldi endi. Haloldan bo'lsa-chi endi. Uningdan keyin hamda jismoniy jihatdan dedikda, jismoniy jihatdan bolalarni tarbiyalash nihoyat muhim gap. Qanday desa, hozirgi zamonda biz buni zamonaviylashdi deb hamma narsa bolalarimizni bunda kuylab ayda qilib ballarımız həlqə jafadan qo'rqitgan, hurun həlqə internetga bağlanıb qalgan. Məşə internet, məşə həlqə niməni bağlı? Məşə internet. Bu aşı çoğ dövlətlərninki ballarımızın aqlını kontrol qıldıgan bir bizni mustamlik qildigan, aqlimizni mustamlik qildigan bir qurol ularni. Ballarimizni bizni mustamlik qilib, bizni tatbiqliq ballarimizni. Tatbiqliq. Masalan, bir uyda o'tirsak, ballar bilan bunda o'tirib bir suhbatlashib, chiroyli o'tirib tomoq yeyishib, hammasi shu telefon qarab, binasi yeydi masalan. Telefonningki may tugab qolsa, tomoq yeyish kelmaydi. Nimishqa? Ba'zi ballar shunday bo'ladi. Nimishqa? Bu bizningki ballan qo'limizdan tikitayotganlikning bir nimasi. Endi bu jismoniy hozirgi zamon shunday bo'lib qoldi. Endi buni qanday bir imkoniyat bo'lsa, ta'til vaqtida zavodlarda ishlatish bo'lamdi, yo bir ishlatish jiqanaq jismoniy jihatdan ballan kuchukni ish qilsa, bu keraksiz bo'lib qoldi. Biz tarixlarda o'ylasak, masalan, shu qarixonlarni davlatni Qarxallarninki qurg'uvchilarimiz Sutuq Bug'roxon, uning og'isi O'g'ilchoq masalan, Ashularninki kimki Musa Bug'roxon, Hasan Bug'roxon deymiz. Nima Saidiya davlatining birinchi Saidxon, uniki Abdullaxon, Ashular deymiz. Ashular shu ballar bilan billa shu janglarga chiqib, urushlarga berib, shaharlarni ichib, dadillar bilan billa atchab turib, ayna qilganlar, keyin podshohning Ashularning davrida davlat nayt kuchlangan. Nimishqa? Al dadisi bilan billa jabhat atgan ala. Ulardan keyinki avlod azod qilganini azod qilib, davlat kengayib, hamma yerga podshohni, amirlarni boshliqlarni bekitib bo'lgan, davlat tinchigan, endi rohatga chiqqanda, o'rdining ichida gilanning ustida cho'ng'igan bolalar, to'pig'i dastlab baqmagan, qo'li issiq suvdan suvoq suvni tutib baqmagan bolalarning davriga kelgan vaqtida davlat g'o'lab tushishga boshlagan. Ya'ni bundan bilamizki, bu otalar bilan birga jafo tortib, shunday qilganlarning davrida shu jafo tortgan bolalar podshoh bo'lganda davlat rosa kuchlantirgan. Saljuqiylarning shunday
Osman imperiyasının şuna mesela Ertuğrul bilan Osman birga jang qildi, birga shaharlarni oldi. Osmanning davrida 600 yillik shu imperatorlik qurildi. Osmanning Orhan G'ozining davridami nati kuchlanib musulmonlar shu Viyannagacha borib ashani qo'rshaydi, hammani oldi. Uningdan keyingi avlodga kelganda urush tugidi, davlat tinchidi, rohatning ichida ko'pining ichi cho'ng bo'ldi bu bolalar. Ko'p pablab cho'ng bo'ldi. Onda oğul şu balla padişah olğanda, şu rahat pərəst balla padişah olğan vaxtında dövlət düşüşki başladı. Yani bu insanın hayatı şunun oxşar. Mesela bir ailede şunda. Mesela biz bilen birlikte capıta atıp ya birlikte ketmen yapsın ya birlikte ticaret etsin, birlikte capıta atıp aynı kılgan balla bizge oxşar, bizden iş güdüdü belki, bek iş güdüdü. Ama fakat hiç kadar iş karılmaz. Teyyanı ya bəsən, yeyme, olsan ölmen deyitken balla var o balla hem de Xudayımğa amanat hem Allah bitirəbdi qoyması işim digil olmaydı hem de şunca cismani cihetten paydılıq uyullar, paydılıq tənterbiyə varmasın. Aynen nəsilən balların cismani cihetten tərbiyələşmə bizden tələb qılınıyatqan İslam tərbiyesinin mühim nimisi. Onun için bu tökündə buldaq mesela itiqadi cihetten tərbiyələş, əxlaqi cihetten tərbiyələş, aqli cihetten tərbiyələş, cismani cihetten tərbiyələş. Onun için qimmat qarash turg'izish bolalardi. Qimmat qarash turg'izishda qimmat qarash degan nima degan gap ekan desa, e'tiqodni, fikr qarashni, ko'z qarashni, qoida yusunni, bir odamning axloqini kontrol qilib turadigan tuzum, qoida, prinsiplar ekan. Masalan bu bir odamningki, bir mu'min odamningki namozga bo'lgan ko'z qarashi qanday desa, qimmat qarashi. Azan chiqdimi? Bir mu'mina nada olsa namaz uygurdu. Qimmat qarashi shu uni kichigidan tortib shuni o'rgandi. Bir odamning tan salomatligiga qarshi qimmat qarashi qanday bo'ldi? Ilg'or bo'lsa, u gazliq narsaning o'rniga suv ichaman, talaning tamoqini yeganning o'rniga uyning tamoqini yeyman deyotgan bir qimmat qarash bor unda. Endi majbur bo'lib qolmasa, safarda bo'lib qolsang majbur bo'ladi. Qimmat qarash. Masalan, men bir misol keltirsam, qimmat qarashda men shu kichik vaqtimda kitob degan narsani kitob degandim. Men 7 yoshga kelgan maktabga borgan, 7 yoshga bormay turib 5 yoshimda kitob degan narsani onamning qo'lida ko'rgan. Onam 80-yillarning 5larida vatanda Yusuf Zilayxoningki kitobi chiqqan. Undan keyin Atabatul Haqoiq deb Adib Ahmad Yuknakiningki hikmatli kitobi chiqqan. Aynen kitabı çıkan. Şu kitabını anam okup öğreteceğim. Yani küçük aklım anamın qo'lida kitapını körüşü çoğun olgan. Şu ben kitabını candımı bek yaxşı. Kitap bek amraqman kitabını bek qadirlayman. Şu çağdan tartib şu anam her cuma günlükte Sure Kahf o'qiydi da. Sure Kahfni her cuma günlükte o'qimayman. Bunun sebebini bilmaydim. Başka çağda o'qimaydi. Başka çağda Qur'onni boshqa o'qiydi. Cuma günlük o'xshash bir surani o'qiydi. Keyin u anam depagan kichik vaqtimda shu o'quvchi vaqtimizda ama madrasada o'qiganda mening ustozim har juma kuni shuni o'qing deb tavsiya qilgandi. Shu chaqda o'qiydim degan. Shunda deganda keyin men bir Qur'onni yodlab 14 yoshimda Qur'onni yodlab bo'ldim. Yodlab endi 40 kundan keyin biz shu Kariya jamida xatmi o'tayman deb turganda anam vafot bo'lib ketdi. Anam vafot bo'lib ketgan, anam bak arzu qiladi bir xatni tinshisam deb. Shuningdan keyin men o'yladim, o'sha onamningki qilib kelgan ishini men oxirgacha shu bir ishni davomlashtiray deb shu Sure Kahfni shu chaqdan tortib, shu har juma kuni o'qiyman buni. Misrda o'qiyotgan chaqda o'qiydim. Agar unutib qolsam yo'lda ketib qolgach, agar shu kun safarda bo'lsam aeroplanda ketib qolgach, nada bo'lsam ayna o'qiyman. Undan keyin bolalarim tug'ilgandan keyin bolalarim bilan o'qiyotgan bo'ldik. Endi hozir bolalar bilan ayna juma kunlikda Sure Kahfni ichib qolib, bir ikki saat o'qidik, ikki saat bunda. Navbat bilan o'qib, duo qilib ayna qildim. Bu qimmat qarashda mushunda narsa endi. Masalan, buni qilmasak, bekim qil demaydi. Qimmat qarash degan nima? Bekim qilmasang bunda jazo bor demaydi uni. Ama qalbingdan, ichingdan keladi bu. Qilmasang, xuddi shu kuni tamoq yemay och qolgandek, ko'ngling bir bo'sh qoladi deya. Ani qilsang, to'liqlanadi. Qimmat qarash ashunday narsa. Shuni qimmat qarash yerlashtirishda bolalarga eng to'g'ri, eng yaxshi qimmat qarashni yerlashtirishda. Masalan, ba'zi odamlar unda qimmat qarash yetkazishi mumkin bolalarga. Bolam, pul tepish degan muhim. Pul topsang jon saqlov. Qanday topsang topding, qanday joylasang joyla chiqib pul olib kelgin dedi. Bu bir xil qimmat qarash bu odamning o'zining xato bo'lsin, bir qimmat qarash shundami? Ammo to'g'ri emas shundami u? Ba'zidan deydi, "Hey bolam, jining chikasimi harom qilma."
haram qo'l uzatma. Halol ishla. Halol ishlagin Alloh senga yordam qildi. Men senga duo qilaman. Sen haloldan ishlasang, o'zing kuchli bo'lasan, Allohga maqbul bo'lsan, ibodatlaring qabul bo'ldi, bolalaring aqlli bo'ldi, yaxshi bo'ldi deb bunda deydi. Degan bu mu bir xil qimmat qarash. Qaysini tanlash kerak? Biz kimkisini tanlaymiz, navamda. Nereden tapsan pul tapın, neme kılsan pul tapın balam degan bu umu bir xil adamning umu bir qimmat qarash. Ama biz qimmat qarashlarning ichida ashna ilg'or bo'lganni, ilg'or o'zimizga foydali bo'lgan yaxshi qimmat qarashni tanlaymiz-da endi. Shunga shu oilada balalarga mındak ölgü buluş, bular şu 0 yaşdan 6 yaşgacha bo'lgan vaqt balanınki bizning ölgü altqa vaqtgan. O ügü tutgan, mav to'g'ri, mav xato balan bundaq ilib ta'sir ügü tutgan vaqt emas-ku u. O 6 yaşgacha, şuna maktablar 6 yaşdan keyin birdi ya, 6 yaşdan oldin maktab yo'q, şuna ügü tutgan narsa yo'q. Ammo ügü tush orqali, uningda ko'zitish orqali. Balanınki ikki ko'zi kamera, hamma narsamizni ko'rib 6 yaşgacha ep bo'ldi bizning hamda uni. Undan keyin 6 yaşdan keyin andan 14 yaşgacha bo'lgan vaqtda bu ügütüş vaqti ekan. Şoň Peygamber sallallohu alayhi vasallam balalarga 7 yosh kelgan namozni ügütinglar, 10 yosh kelganda o'qimasa namoz uchun uringlar deganlikda. Demak 7 yoshdan keyin ta'lim tarbiya boshlandi degan Peygamberimiz degan buni. 1400 yil burun insonlar 7 yoshda maktabga boshlaydi ayna. 6 yoshda boshlagan bo'ldi ba'zi odamlar 7 yoshda boshlaydi demişqa. Shu Peygamberimiz şunu bilgelik için, insan psikikisini bilgelik için aynen körsetken. 14 yaşgacha balalarga ürkütüş devirken. 14 yaşdan keyin mesela balalar qoida usulni, adab axloqni, iman, islom, halol, haram shu chaqda ügetsak ügeteldik. 14 yaşdan keyin ügetemey qilib qolsak, onun qiyin bo'ldi. Qabul qildirish qiyin bo'ldi. O chaqda sen mani qil deb emas, o chaqda chiroyli takliflar, manda qilsa yaxshi bo'lardi, bunda qilsa yaxshi bo'lardi degan asosda bo'ldi undan keyingisi. Ammo eng muhim nimasi 14 yoshga chiqqan tarbiya. Shu chaqda hamda balani haliqi ikki xil xatolik bor bizning bütün musulmonlarda ikki xil xatolik bal tarbiyalashda. Biri diktatorlik tuzumi. Aş benim diginimni qilsa, o'zining xato olsun, to'g'ri olsun, ish qilish. Shu diktatorlikni qo'rqitib boshqargan. Ikkinchi faqat qo'yib turib boshqarganda, endi bu bal tarbiyasi nimaga o'xshab ketgan? Ma'o, o'simlikka o'xshab ketgan. Ma o'simlikka biz bu nimalarga gullarga, shu sunuq abdan o'ssin deb sunuq quyib olsak, bu nima qilib ketgan bu? Chirib ketgan, suni quyib olsa buzib ketgan. Agar suni qo'ymay qolib qo'ysa, qurib ketgan. Shunga unimi normal darajada berishga kerak. Shunga balni ching tutib qo'yadi, ching tutish, biraz bo'sh qo'yadi, bo'sh tutash. Bunda balninki mijoziga qarab ayda ish qilmasa, faqatla diktatorlik bilan bo'lmaydigan, faqatla bo'sh demokratik qo'yib berish bilan bo'lmaydigan. Ikkisining orasida aql bilan ish qilishga to'g'ri kelganda, shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga shu bola tarbiyasi to'g'risida jiq narsalarni ko'rsatgan hamda Alloh taolo hammalarni yaxshi bala tarbiyalashga va solih farzandlarni yetishtirishga va shularning mukofotini dunyo oxiratda ko'rishga nasib qilsin. Hamshirdan tugitay endi qolganini sizlarni deb bo'lmasdan. Rahmat. Mayli sizga bir so'roq. Siz bir sur Kavsarmi? Kaf. Sur kaf. Şunun ma'nosini deb bersangiz, mayli qaybirlar bildiga bilmayman. Ha, tamam. Nima sababdan? Yaxshi gap qildingiz. Beshida bir ishki bir o'qib bergan. Alhamdulillahi anzala ala abdil kitab va lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Shu sura kafning 5-mal. Sura kaf degan qandaydir kaf degan gap, o'nkir degan gap. O'nkirni bilsa-ku Uyg'urcha. Kaf dedingiz, ha? Ha, shuni. Mana o'nkirdagi odamlar degan gap, o'nkir egalari degan gap, o'nkirdagi odamlar. Bu nima ish qilib bo'lib qoldi desa, mushu surada nayt muhim bir qismi bor. İsa alayhisolamning zamonida, İsa alayhisolamning zamoni emas, hamda İsa alayhisolamning diniga e'tiqod qilgan xristianlarning davrida, Yevropada e'tiqod qildi, ammo shu chaqda keyingi vaqtlarda bu buddistlik nimada Yevropada qattiq kuchli buddistlik bo'lib ketib, İsa alayhisolamning diniga e'tiqod qilgan ashunda xristianlarni tutqayat, o'ldirib, qiynab ayna qilgan zaman bo'lib ketgan. Shu chaqda bu 7dan yosh yigitlar bilan bisim podshohning bolasi bisim. Ashular yushurun iymon aytdi. Yushurun iymon aytib, o'zini isloh qilib, Allohga iymon aytdi. Shunday qilgandan keyin bu podshoh bilib qoldi. Bilib qolgandan keyin bizni bak halok qilayotgan bo'ldi. Podshoh agar nima qilsa o'ldirib o'tish mumkin hamdi. Unda bo'lgandan keyin shunga bular dinimizni saqlash uchun mushu shaharni qochib ketaylik deb bu yerga ketib qolsa, bir
bir nimama qo'shildi uningga bir qo'ychimi billa qo'shildi u ishtimi bor shuni bilan bir isht billa bor shuni bilan bir o'nkirga kirib oldi o'nkirga kirib olib 309 yil uxlatib qo'ydi Alloh taolo ularni uxlab 309 yildan keyin Alloh uni o'g'itdi o'g'itgandan keyin u bunday o'g'inib endi hozir uxlab qolgandan keyin o'g'inib qarasa yanchiqda shu chog'dagi podshoh Daqyanusning zamoni ekan shu podshohningki zamonidagi pul bor yanchiqda qusqimiz ichib ketibdi adashlarga 2 yil berib bozorga tomoq ekanlar tomoqni ama pak yaxshi tomoqni ekanlar buyurdi-da ma'qulda ikkisi bozorga tomoq akaga berib tomoqni ilib pulni tanglasa odam qarab qozon zamondagi pul nima bu tuzuk pul emas bu zamonning pulini emas bu shu yanchiqimizga pul menimi shu pul emasmi deganga undan qarab 300 yil burungi Daqyanusning zamonidagi pulkan bu odamni bu yerdan xazina deb o'xshab tutolayli buni o'qitgan shu yoqda shuna bir nima bo'ldi demak ular shu ashabil kahf degan Allah Taola'nın yolunda özünün dinini saqlash uchun berib shu o'nkirga kirib olgan yigitlar. Endi 7 mi deydi, 8 mi deydi, uniki sonni endi aniq emas endi. Uningda Suriyada yana bir qissa bor. Zulqarnaynning qissasi bor masalan. İskandar Zulqarnayn shu Ya'juj va Ma'juj degan shu mahluqlarni taqdimimizga bu survatida endi. Uning yana bir qissa bor. Bir İki tane qarindosh, iki tane do'stning qissasi. Birisi Allohga iymoni yo'q, birisi nihoyat boy, Allohga iymoni bor. Birisi nihoyat boy, Allohga iymoni yo'q. Allohga iymoni yo'q deydi. Men ular qiyomatning bo'lganligiga ishonmayman. Agar bo'lib qolgan taqdirda, mushu bag'imdimmi, balki yaxshi boqqa erishman deb ayda po'atda u. Ayda qilgan Alloh taolaning irodasi bilan bir bo'ron kelib meni ko'ydiryapti deb nima bo'ldi. Nihoyat ibratlik ayda qissadan bir to'tmiki qissa bor bu surada. Ashabil Kahf'ning qissasi, shu bog' egalarining qissasi, İskenderning qissasi, Musa alayhisolamning Xizrning qissasi, 4 qissa bor muhim qissadan. Shu bu sura bek muhim hamda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda kimki shu Sura Kahfni jumakilikda o'qisa, mushu jumadan keldigan jumagacha bir yo'ruqliq nur bo'lib turdi deydi. Aynan bir yo'ruqliq, qalbida bir yo'ruqliq bor, aynan o'qib turdi deydi. Shu bir ulug' bir sura ekan, shu endi buningga odatlanib aynan jumakilikni o'qish shart emas endi. Qanday chog'da o'qisa savob endi. Ammo jumakilikda o'qisa shunda fazilatlik deb shunday bir hadis kelgan. Ahmiyati cho'ng ekan. Ahmiyati cho'ng deydi.